Sarsenbayev bo'ydor va kurash davom etganda g'alaba qozonishi mumkin edi, ammo maydon torlik qildi. Saudiyalik futbolchi esa o'sha maydonga dumalab qaytib olyapti. Nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek bu yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti Ismoilov, bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti Islom Ismoilov. O'zing chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek Sarsenbayev musobaqani zo'r o'tkazgan futbolchilardan biri va hozir ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor. O'sha raqibning imkoniyat. Qaror hakam janishqari deydi. Endi buni skop. Nima bu do'stlar? So'nggi umid foli deb. Ya bu rakurs. Tik. Hali ham penalti. Jonlanma. Zarba. Gol! Do'stlar, 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qandaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Nega chiqyapti boya aytganimizdek, vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! Mana Hasanov bizda o'ynash kerak. Assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Oyoqlar orasidan. Va yana bitta. Oyoqlar. Shunday. Mashhur film. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganimiz bilmayman, lekin yana bitta. Saudiyaliklarga mana bu emotsiyalar boshqacha. Voy. Katta g'alaba boya. Qo'shqoq qo'ydi. Voy Rustamjonov. G'alaba! Do'stlar! Chempionlik! O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Balandlaymiz. Uchamiz. Kuylaymiz. Tinglaymiz. Uxlamaymiz.